Diqqat, tezkor xabar! Dahshatli yo'l transport hodisasi yuz berdi. Afsuski, bir kishi vafot etdi. Batafsil videoda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videorolikimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizga hurmatda bo'ling va haqorat qilmang. Biz boshladik. Avvalroq Samarqand shahrida 1497-yilda tug'ilgan erkak Lacetti bilan piyodalar o'tish yo'lagida o'tayotgan bir guruh odamlarni urib ketgani xabar qilingan edi. Keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda mazkur hodisa oqibatida 3 nafar farzandning onasi bo'lgan 33 yoshli ayol afsuski vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Shundan so'ng Sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Eldor Muhammadov bilan qalampir.uz sayti bog'langan. Uning bildirishicha, joriy yilning 11-aprel kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga hodisadan jabrlangan 5 kishi olib borilgan va ularning orasidan bir nafar ayol markazga olib borilganida vafot bo'lgan. Qolgan 4 nafar fuqaroga esa tibbiy yordam ko'rsatilgan va uyiga ketishga ruxsat berilgan. Hozirda markazda hodisa ortida jarohatlanib davolanayotganlar yo'q. Ma'lumot uchun, mazkur holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha IO va FMI huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarining buzilishi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi va haydovchiga nisbatan qamoqqa olinish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llaniladi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirgan holatda videorolikimizni yakunladik. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videorolikimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.